Sergeli tumani Orientir moshina bozor. Mana shu uyimiz sotilyapti. Ikkita yonidagisi sotilib ketdi. Ulgurib qolsanglar bo'ladi. 1,5 sotik 5 ta xona, pod ключ kirasiz, yashaysiz. Narxi ham zo'r, narxi 136 ming. Katta ko'chaga yaqin, hamma sharoitlari bor, hamma joyga yaqin bo'lgan mana shu uyimiz. Fasad travertin qilingan, ikkala qavatda ham balkon mavjud, bitta mashina, tapchan qo'ysanglar bo'ladi. Yarim yaxlitdagi podval qilingan. Mana fasadni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Ana endi kelaylik ichkaridan tanishamiz. Kirganimizda kattagina prixoshka keladi. Qarang, kattaligini. Bu yoqda mana mebellari bilan oshxona. Mana mebellari tayyor. Oshxonaga uyimizda isitish tizimi двухконтурный котел o'rnatilgan. Mana romlari, mana panoramli romlar. Mana bu yoqda zal. Zalimiz juda chiroyli. Zaldan orqa hovlichaga chiqsanglar bo'ladi. Oxirgi trenddagi ranglardan foydalanilgan, e'tibor qilgan bo'lsangiz. Bu yoqda mana birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sauna. Bu esa birinchi qavatdagi spalna. Onaxon, otaxonlar uchun mo'ljallasanglar juda yaxshi. Chunki ko'pchilik birinchi qavatda spalna so'raydi. Bu esa eng zo'r variant ular uchun. Mana orqa hovlichaga qaragan oynasi, havo aylanib turadi. Ikkinchi qavatga ko'tarilishdan oldin kerak masalani podval bilan tanishaman. Podvalimiz mana uy ichidan tushiladi. Yarim yaxlitdagi podval qilingan. Podvallar 6-xona hisoblasanglar ham bo'ladi. Qaranglar, keyingina ta'mirdan chiqarilgan. Mana havo aylanishi uchun forchkalar qilingan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana ikkinchi qavatga ko'tarilganmiz. Ikkinchi qavatdagi mana balkon bu. Balkonga chiqsanglar bo'ladi. Balkonga mana shunaqa lyustralar qilingan. Chiqishimiz bilan mana bu yerda ham kattagina hol bor. Holda ham o'tirsanglar bo'ladi. Interyerlar qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda bitta kattagina yotoqxonamiz bor. Bu yotoqxonamizdan mana balkonga ham chiqsanglar bo'ladi, o'zining balkoni bor. Mana bu yoqda ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sauna. Mana hamma sharoitlari qilingan. Bu yoqda mana yana bitta yotoqxonamiz bor. Rangi ham trenddagi rang. Illyustratsiya ham juda ham chiroyli. Oynasi mana orqa hovlichaga qaragan, mana havo aylanib turadi. Mana hamma joy cho'pli pol plus mana radiator o'rnatilgan. Mana bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi, родительский spalna joylashgan. Juda chiroyli qilingan. Ichida o'zini sanuzlarga ega. Videoga like bosib, videoni mana shunaqa uy qidirgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Rahmat.